Aka joylarni zo'rini topib qo'yasiz, boru. Ha, ukam bilasan-ku, ertalab chiqib ish qilib kelamiz. Non, choy, salat, общий hammasi 30 ming so'm bor yo'g'i. Yo'q-e? Ha, ukam. Yana nimalari bor ekan? Ukam, shashlik deysanmi, balu deysanmi, osh, suyuq ovqat, lyuboy bor. Bodi ekan-da unda. Bemalol bolalar bilan kelaverasan. Ol qani. Aka bizdan necha pul bo'ldi? Aka, hozir bizda aksiya boshlangan. Gold to'y oshidan aynan noyabr oyidagi bo'ladigan juma kunlarimiz uchun oshlarimizni tekin qilib qo'yganmiz. Bemalol xudo xolisa kelaverasiz. Kerak bo'lsa o'rtalaringizga ham aytib qo'ysangiz, kelib maza qilib ketishadi. Bo'ldi aka, rahmat. O'rtalarga tarqatib qo'yamiz. Yaxshilaylik. Aka necha pul bo'pti? Mana bu. Ukam, men to'lab yubordim. Kechki payt shashlik endi san yeriysan, ketdi. Bo'ldi, gap yo'q. Noyabr oyiga ajoyib aksiya qildi o'rtoqlar. Har juma kunga bepul osh. Ya'ni kelib bitta xudo xolisa yeb mazasini bilib bersanglar, juda ham xursand bo'lardi. O'rtoqlar, qaranglar, joylarimiz, parkovkalarimiz hammasi bomba. Kelib bemalol tursanglar bo'ladi. Yana sizlarga manzil eslatib qoldiraman. Qaranglar. Ilonotadan parlamentga qarab ketganingizda, shuni chorrahadan o'tishingiz bilan o'ng qo'lingizda Gold to'y oshida hammanglarni kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar. Mana shu videoni taksichi akalarga tarqatib yuboramiz.